Mirziyoyev va Saida Mirziyoyeva haqida izohlar. Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Siyosiy suhbatlarimiz. Mana bir hafta o'tyapti. Bu haftada bo'lgan voqealar Saida Mirziyoyeva Yevropani bir aylanib keldi. Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan uchrashdi. Va Mirziyoyev navbatdagi majlislarni o'tkazdi. Shu jumladan mahallaviy ish tizimi yurmayapti. Bularga sizlardan kelgan juda ko'p izohlar bor. Izohlar nimaga muhim? Chunki bu sizlarning xalqning fikri yani. 10 ta izoh bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bu odamlarning fikri nima? Bu o'zlaricha hokimiyatni egallab olgan otasi va qizi. Go'yo ulardan boshqa O'zbekistonda hech kim yo'q. Faqat Shavkat Mirziyoyev bor va Saida Mirziyoyeva bor. Faqat ulargina daxlsiz qolgan hammani demak DXX militsiya ta'qib qilishi mumkin, jazolashi mumkin. Bu vaqtda Abdurahmon Tashanov ham aytdi yani. Farg'onada militsiya tarafidan tahqirlangan, kiyimlari yechilib, xo'rlangan bir maktab direktori ayol Abdurahmon Tashanovga maktub yozgan yani. Meni trollar jim qo'ymayapti, hujum qilyapti. Ya'ni bir tarafdan militsiya ayni paytda haqoratlaydi, undan keyin trollarni yuboradi. Nimaga? O'sha ovozi chiqmasin, aytmasin o'sha haqiqatni. Va u yerda aytilganki, faqat Shavkat Mirziyoyev bilan Saida Mirziyoyeva DXXning trollarining hujumidan muhofaza qilingan, ya'ni ular daxlsiz. Buni BBC'da aytildi, adashmasam. Saida Mirziyoyevaning Yevropadagi raqslari, qo'shtirnoqchilar raqslari, o'yinlarida, chunki davlatda o'yin qilyapti, xalqda o'yin. Saida Mirziyoyevaning hech haqqi yo'q, ya'ni xalqning nomidan u yoqqa borishga, davlatning nomidan u yoqqa borishga. Mana bu yerda yozilyapti, Sulton degan bir vatandoshimiz. Bu Saidaning har bir davlatga borish uchun ketgan xarajatlarga bitta bog'cha, maktab va kasalxonalarni ta'mirlasa bo'lardi. Albatta, yoniga o'g'lini ham olibdi yani. Ularning yurishi, mehmonxonasi, uchog'i va hokazo. Bu yoqda bolalar zaharlanib yotibdi. Nimaga bolalar zaharlanyapti? Chunki bolalar bog'chalardagi bolalarga sifatli taom berilmayapti. Nimaga sifatli taom berilmayapti? Diktatura pullarni, boyliklarni o'zi bilganicha o'yin qilib yo'q qilyapti. Ko'ryapsizmi? Hech kim saylamadi Mirziyoyevni, lekin yo'q, bu yerda hech kim saylamaydi Saida Mirziyoyevani, xalq saylamaydi. Lekin uni saylandi deb qo'yishyapti, deyapti, yaxshilik degan. Saida hech qachon prezident bo'lmaydi, xalq saylamaydi uni. Ularni o'g'irlagan barcha pullari O'zbekistonga qaytariladi va vatan xoinlari jazolanadi, deyapti Anvar degan birodarimiz. Bu yerda izohlar, sizlarning izohlaringiz do'stlar. Saida Mirziyoyevaning Yevropadagi raqslari degan videoning tagidan o'qiyapman izohni. Unga javob beryapti, adashmang, biz saylashimiz shart emas. Mirziyoyevning o'zi ham saylanmadi-ku. Va boshqa demak yana bir kishi, bir ayol Sabohat Abdullayeva, xalq saylash shart emas. Ular o'zlarini mansabga demak qo'yib oladi degan ma'noda. Har narsani oxiri bo'lganidek Rossiya cho'ksin, bularni ham o'g'ri qarindoshlarni ham orqasiga tepadi xalq, hali deyilgan fikrlar. Endi bir mana shunday izohlarni yozmanglar, o'chiraman deb o'chirmagan ekanman. Saida yaqinda butun o'zbek erkaklarining xotini bo'ladi, chidasa shuni o'chirib yuboraman. Bunaqa izohlar yozmanglar. Shaxsga tegadigan izohlar yozmanglar. Mana o'chirib yubordim, bunaqa izohlar kerak emas do'stlar. Ularning xalqqa foydasi tegmaydi, ya'ni Saida Mirziyoyevaning ham, otasining ham. Xalqni qashshoq qiladi bular. Nima bo'lsa ham Putin bo'lmasa, ya'ni bularning xonlik davri bitadi. Men shunday deb tushundim. Assalomu alaykum hammaga.
Rossiya qulasa O'zbekiston keyin rivojlanadi. Karimov davrida O'zbekiston Respublikasi devon boshqaruvi, devon raisi degan atama ishlatilgan. Hozir aytyaptiki endi prezident administratsiyasi deb. Ya'ni administratsiya bo'lmasin, devon deb atalgan. Jamiyatni qafasga solib, go'shtini yeb, suyagini beryapti. Hamma paxta qo'yib gapiradi yolg'onni. Qiyomatda buning uchun javob beriladi. Menga trollar ham yozgan, boshqa ishingiz yo'qmi? Siz ichqora, hasadgo'y, shunaqa odamsiz deb. Endi bular boyagi DXXning va Ichki ishlar vazirligining trollari, ya'ni bular doimo o'sha aytdik yana otasi va qizidan boshqa hammaga qarshi trollar hujum qiladi. Bu yerda bir yana yozilgan, O'zbekistonda shuncha qurilish bo'lmoqda, zavod, fabrika, uy, bozor, dam olish maskanlari, konlar, shu quriladigan narsalar o'zimizga qoladi, bolalarimizga va hokazo. Menga haqorat qilib yozyapti troll, ya'ni sening iching kuygan, uyring kuygan, buyring kuygan, hasad qilyapsan deb. Men oldin ham aytganman do'stlar. Men bu qurilishlarni rad qilayotganim yo'q yani. Bu binolar qurilayotgani bilan yangi aeroport quriladi. Lekin sarmoya oldin insonga yotqizilishi kerak. Bularga pullar ketyapti, yana shuncha qurilishlar bo'lyapti, kasalxona, yo'l yo'q. Men bularni rad qilmayman, qurilyapti, to'g'ri qurilishlar bo'lyapti. Lekin sarmoya oldin insonga yotqizilishi kerak. İnsonga sarmoya nihoyatda muhim. Qanday sarmoya? Erkinlik, adolat, iymon. Mana shu demak sarmoya bilan oldin inson urug'lanishi kerak. İnson oyoqqa turg'izilishi kerak. İnson qurilishi kerak. Qo'shtirmoqchi. İnson oyoqqa turib, inson qurilgandan keyin, inson haqiqiy inson fuqaro bo'lgandan keyin bu qurilishlar qurilishi kerak. İnsonni qul qilgandan keyin nima kerak bunga? Saida kimning qizi bo'lishidan qat'iy nazar prezident bo'lmasligi aniq. Chunki o'zbek xalqi kelajakda hozirgi prezidentning vakolati tugasa, prezidentga loyiq bir vatanparvar va xalqparvar insonni saylaydi. Shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi, deyapti. Yana bir demak obunachimiz. Rahmat, to'g'ri aytasiz deb bunga javob berganman men. Yevropa, Amerika, Rossiya uchun Mirziyoyev kim? Qizi u yoqda tursin, hech kim. Faqat boyligi bor O'zbekistonning. Shuning uchun ham boyliklarga sherik bo'lgani uchun, ya'ni ular O'zbekistonga qiziqishi albatta O'zbekistonning boyliklari uchun, ya'ni bu diktator va qizi uchun emas ular. Hech bo'lmasa xalqning boyligini chetga o'g'irlab chiqib ketib mamlakatlar banklariga olib borib qo'ysa ham demak ular xursand bo'ladi. Kechirasizlar-u, lekin Saida Mirziyoyeva bir administratsiya boshlig'i ekan mayli, ammo qonunlarda bu toifa rahbarlar chet elga chiqishi vakolatlari belgilanganmi? Hurmatli prezidentimiz, iltimos qonunlarga rioya qilsangiz, bu qonunlarni hurmat qilamiz. Ya'ni Saida Mirziyoyevaning bunday o'ynab yurishi bu qonunda belgilanganmi deyapti. Qonun bilan bo'lmadi-yu uni. U rahbarlikka, administratsiya rahbarligiga qonun bilan kelmadi-yu, otasining istagi bilan keldi. Hop, yana demak bu video edi. Mirziyoyev diktaturasida ayollar va bolalar fojiasi deb kecha e'lon qilingan demak videoda ham juda ko'p aytdim, izohlar yozgansizlar. Naqadar haqsiz, necha yillardirki shu tarzda yashab kelyapmiz.
Nazarimda ko'nikib ham qoldik. O'rta hol va past darajada yashayotganlar qo'rquv va tahlikada. Ahli ilm sabr va shukrni singdirish bilan ovora. Qimmatchilik, yetishmovchilik avjga chiqyapti. Xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ishlar ham katta mablag' evaziga amalga oshirilmoqda. Boyagi qurilishlar hammasi katta mablag' evaziga ajrilmoqda. Odamlik qiyofasi asta-sekin yo'qolmoqda. Vahshiyona xatti-harakatlari dahshatga tushyapti. Nimaga? Militsiya vahshiyona. Ayollarni yechintirib, maktabda xorlayapti. Bundan katta vahshiylik bo'ladimi? Qobig'imizga o'ralib qoldik. Najot izlashdan ko'ra tinchgina yurishni afzal bilyapmiz. Natijasiz ko'rinayotgan harakatlar aholini qo'rqityapti. Qamalish, ishdan ketish, ta'qibda bo'lishdan ko'ra och qornim, tinch qulog'imni afzal biladiganlar ko'pchilikni tashkil etadi. Allohdan so'rashdan boshqa chora yo'qdek go'yo va shuni ma'qul ko'ryapmiz degan juda bir katta va mazmunli izoh yozilgan. O'zbekistonda sud organlari xodimlari, amaldorlar, qarindosh urug'i, kuyov qizlari maza qilib yashayapti. Oddiy xalq bilan hech kimning ishi yo'q. Poraxo'r vazirlarni, qarindosh urug'larini yo'qotish kerak. Bunga lekin uning, ya'ni Mirziyoyevning duhi yetmaydi deyapti. Kimlar yaxshi yashayapti? Amaldorlar, sudyalar, prokurorlar, ularning qarindosh urug'lari, vazirlar faqat. Afsuslarki, xalq tushungan bilan birlasholmayapti. Tepadagi amaldorlar kar, ochiq ko'r, oxiratni o'ylashmaydi. Afsus. Kelajak qani? Cho'kib bo'ldik. Qullar va quldorlar jamiyatimiz. Hamma mardikor, korrupsioner monopolistlarning qo'lida ishlashyapti. Qonun yo'q, essiz O'zbekiston. Mana shunday do'stlar, 2, 3 ta, 10 ta izoh butun holatni ko'rsatishga yetadi yani. Kamchilik xalqimizda, o'zimiz yo'l qo'yib beryapmiz. O'ris qullar, yahud qullar, Xitoy qullar, Tolibon qullar, xoin sotqin, yurtimiz dushmanlari bo'lgan jinoyatchi amaldorlar. Do'stlar, mana shunday demak izohlar edi. Suhbatlarimiz davom etadi. Sog' salomat bo'lingizlar. Kechqurun yana jonli yayında görüşemiz. Omon bo'lingizlar.